Shu qo'shiqqa 1 million like yig'ilmaydi. Chunki Muhammad ummatlariga aytilgan qo'shiqlar hech qachon o'zbek xalqidan paddeshga bo'lmaydi. Agar paddeshga bo'lsa, paddeshgani kutamiz. Muhammadim sizga yaxshi ummat bo'lib, orqangizdan duo qilib qola olmadik. Yaxshi so'zlar aytib, doim kulib, 5 vaqt namoz o'qib yura olmadik. Aytgin endi do'stim, nelar qildik? Dunyo deya mollar tutdik, qo'limizga zallar oltin tutdik. Yaxshilikni ko'zlab qola olmadik, Muhammadga ummat bo'lib yura olmadik. Yaxshilikni ko'zlab endi tura olmadik. Aytgin do'stim, nelar zallar tutdik, Muhammadga yaxshi ummat bo'la olmadik. Dunyosida kimlar ajin solgan, yuzlariga niqob solgan, yaxshilikni ko'zlab pichoq urgan, Muhammadga ummat bo'la qola olmadik. Ota-onasini xo'rlaganlar, yaxshilikni ko'zlab yig'lab turganlar, qarg'il balofatdan asrasin Xudo. Muhammadga ummat bo'lib qola olmadik. Otasini qo'llaganlar endi qaytsin, qabr azobligini Alloh qaytsin. O'lib turib tirilganlar qaytib dunyo qanaqligini endi bilib qaytsin. Ofatlardan asrab Xudo, neligini qilib o'tar. Dunyo qanday bilmadim do'stim endi, biz Muhammadga ummat bo'lib oldik. Dunyo yaxshiligin bilmay ko'rib, kimlar azon aytib quloq tutar, yana kimlar nokas qalbini tutib, shaydon orqasidan nayrang qilar. Kimlar azon ovozini eshitib turib, quloq tutib etin jimillab turadi. Alloh aytsa birgina do'stim, yaxshi yo'liga bir umr tiqib qo'yadi. Yaxshi yo'liga bir umr aytib do'stim, yaxshilikni ko'zlab dunyo surgan, nelar ummatligim bilib qaytsin. Yaxshilikni ko'zlaganlar endi qaytsin, yaxshilikni ko'zlaganlar endi qaytsin, yaxshilikni ko'zlaganlar endi qaytsin. Muhammadga ummat bo'lib inson endi, yaxshilikni ko'zlaganlar endi aytsin, yaxshilikni ko'zlaganlar endi aytsin, yaxshilikni ko'zlaganlar endi qaytsin. Jonilar omon bo'lsin, addoshi Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'lganlar. Chin qalbimdan shu qo'shiqda bitdim.